Men bir narsa haqida gapirib bermoqchiman sizga. Ya'ni bir ayol bilan ishladim. Uni umr yo'ldoshi 1980-yilda tug'ilgan, o'zi esa 1983-yilda tug'ilgan. Va bu insonlarda tabiatini ko'rib chiqdik. Ya'ni tabiat jihatidan ko'rib chiqqaningizda siz bu insonni tabiatini o'zgartira olmasligingizga inon bo'lasiz. Nimaga? Qarang, 80-yilda tug'ilgan insonlarda oxiri 0 bilan bo'lganligi uchun bu insonlarda tabiati misoli temir bilan bir xil. Ular tizimli bo'lishadi, ular keskin gapirishadi, xuddiki xanjarga o'xshab. Ularda xarakterida ham, ularda mana shu telosложение deyiladi, tanasida ham, tuzilishida ham keskinlik bo'ladi, qat'iylik bo'ladi. O'ta darajada bu insonlar boshliq, ya'ni bir joyda boshqaruvchi, katta hokimiyatlarda ishlaydigan insonlar bo'ladi. Agar bu insonlar o'zini realizovat, ya'ni hayot tizimiga qo'ya olmagan bo'lsa, hayotga bir manfaat missiyasini qo'yib manfaat keltirmayotgan bo'lsa, bu insonlar maydalashadi. Endi qarangki, qanday bo'ladi? O'ta qiyin bo'ladi bu insonlarga, chunki keskin, qattiq gapli bo'lishadi. Bu tizimga yaxshi. Masalan, bir ish tashkil qilsa, bir zavod, fabrikalarda brigadir bo'lishi mumkin, direktor bo'lishi mumkin, yoki keskin qat'iylik kerak bor, qaror qabul qiladigan joylarda juda ham zo'r rahbar insonlar bular. Bular oddiy ishda ishlay olmaydi, rahbarga bo'ysuna olmaydi. Shuning uchun bu insonlarda siz hech qachon kimgadir bo'ysundiraman deb o'ylamang. Kimgadir boshini egib turib shu ishni hal qilsa bo'ladi-ku demang. Bu insonlar vlast. Agar farzandlaringizda ham 0 bilan tugagan bo'lsa, albatta ular rahbar bo'lishadi. Shuning uchun shunga harakatini bering. Tizim bor joyda ular bor. Ular tizim yaratadilar. Endi qarang, suv elementidagi insonlar juda ham emotsionalni bo'ladi, sezgir bo'ladi va ularda ham tizim bor, oqim bor, lekin bu insonlarda hissiyotlar bo'ladi. Agar ular o'zini hissiyotlarini o'zini bilmasa, o'zini taqdim eta olmasa hayotga, hayot tizimiga qo'ya olmasa, ular hissiyotlari bilan o'ta rashkchi bo'lishlari mumkin. Sezgilik qobiliyati, intuitsiyalari kuchli bo'lganligi uchun, lekin uni boshqara olmaganligi uchun ular o'ta darajada rashkchi bo'lishi mumkin va ikkala tabiat qanday bir-biriga xalaqit beradi bilasizmi? Mayda gapi bilan suv qoplaydi, zang bosadi va eri hayot tizimiga moslasha olmaydi va u eri katta pul topib, katta ishlarda ishlay olmaydi. Uyida lekin rosa zug'um o'tkazadi. Shuning uchun